Assalamu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bag'at aka uka avto savdo kanalimiz kuzatib boruvchi hurmatli yurtdoshlar. Bugun 7-may 2026 yil navbatdagi savdomiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomat bo'ldi. 37 ming yuk avtomobil metan yumshoq kullanib va qo'yilgan tayyor avtomobilimizni naqd pul o'zlarimizni bag'at ishdan o'tkazdik. Madaniyatimizda 124 million so'm pul bo'ldi. Aka, tabriklayman. Rahmat, sağ olun, selamet olun. Yine bizlerin şu Bagat kullanının barcha avtosalonlarni ko'rib, aka-uka salonuna kirdik. Bu aka-uka salonida narxlar juda yaxshi ekan. Bizlarda ko'nglimizga ma'qul topdik. Buni savdolashib oldik. Mashinam avtomat ekan, zo'r ekan, yaxshi ekan, narxi ham zo'r, yaxshi. Yine bu Cobalt mashinani men shu nabirama sovg'a uchun oldim. Sovg'a qildik buni. Bu indi maşını minsin, tüyünden şamal ötüp tutsun, yaxşı günlerge toylaga minsin. Gene bir aytama bana indi yaxşıgına gelirim, aytala ata kırsın. Boz ayta verasizlar deng. Toylarda bu şuracık oturuş, nasibi roza eylesin, hemmenizin işlerinizin rivacını tapmanız, hareketiniz, daim yolunuz açık, müşkülerinizi asan, ağırınız yengil, bozun, yurtumuz toş olsun, her bir hanadanda toy olsun. Zo'r, chiroyli gap bo'ldi. To'ylar amininglar izollaversin iloyim. Kuzatamiz 2022 37 ming yurgan 100% rodnoy metan. Rolla multimedia cruise control bo'lgan, monitor hamma jibat tayyor avtomobilimizni naqd pula 124 million so'mga sotdik. O'zlarimizni Bag'at Jdanopol savdo bo'ldi. Kelaverasizlar, shunday chiroyli narxda mashinalar kerak bo'lsa, hammalaringiz Bag'at aka-uka avto savdoga kelishlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Kelaverasizlar, klientlarimiz ham ko'p. Mashinalardan ham vibrlarimiz ko'p. Xudo xolasa kelib savdo qilaverasizlar bemalol. Kutib qolamiz hammalaringiz. 24 soat xizmatdamiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib borishni yoddan chiqarmanglar.